Assalomu alaykum. Bugungi videom Zagirtdan olib turibman. Yana bir bitmagan doğum var-da. Qaranglar endi, bitmagan doğum. Zakazchik uyning egasi. Puli ko'p odam. İşte tashab ketgan. Ana bunaqa buyurgan posrednik bolalarga pulni bermagan. Xullas kalam. Уже yağmur yağdı akşam. Mana уже suv o'tib ketgan, qaranglar, gazoblokka. O aniqlardim shermanda bo'lgan. Endi bu gazoblok ertang minus deb turibdi. Ertang minusli pagoda muzlaydi. Muzlagandan keyin bu gazoblok biroqqa chiqadi avtomatik. Agar buni muzlatmay turib, ustidan suv urib tashlash kerak-da, ustini krishasini bostirib. Endi bu atadi bu. Şappattay bu o'pirilib tushib qoladi unday nelaridan. Endi qaranglar, shunchalik xarajat, shunchalik mehnat. Hammasi yonib ketadi. Biletonuz talab bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Endi shu blok muzlasa, tushib qoladi pisırdab. Üstünden suaq ushamaydi. Umuman suaq ushamaydi. Chunki bultir shunday bir yana bir dachada bo'ldik. Baharda shunday tushib yotganini ko'rib, "No, shunday bo'ldi" deb so'rasam, shunday bultir muzlab qolgan. Üstüne yetmagan, ustini yo'q dedi. Qaranglar, shunchalik mehnat, shunchalik xarajat zoya.